alaykum aziz yurtdoshlar. Biz Toshkent Kazan, Toshkent Moskva, Toshkent Chipaksal, Nijniy Novgorod, Nabrijniy Chili, Nijniy Kamsk yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar amalga oshirilmoqda. Avtobuslarimiz posadka jarayoniga tayyorlangan. Bugun bizda 3 ta avtobusimiz yo'lga chiqib ketadi. Hurmatli kuzatuvchilar, sizga ham shunday ishonchli raqamlar kerak bo'lsa yoki joylaringizni onlayn xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi ishonchli raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler, zaryadchik moslamalari, qishin yozda ishlaydigan konditsionerlar. Siz undan tashqari o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari Toshkent, Moskva. Seshanba, juma, shanba kunlari esa Toshkent, Kazan yo'nalishi bo'yicha qonuniy reyslar amalga oshirilmoqda. Hozir yo'lovchilarimizdan so'rab muloqot qilamiz. Assalomu alaykum. Amaki, qayerga ketyapsiz? Men Moskvaga ketyapman. Moskvaga ketyapsiz. Tanlovda adashmasdan telefon raqamlarimizga gaplashib keldingiz-a? Hamma yo'q yaxshi, rahmat sizlarga. Mana shunchalik bo'ladi. Biletlarni oldik, joylar bor, avtobus katta. Allohga ming qat bersin. Rahmat. Yaxshi yetib oling. Yaxshi yetib oling. Hurmatli kuzatuvchi, ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Siz ham tanlovda adashmang.